Hozircha Kaptarxonada yagona bo'lgan guruch markaziga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Savdolaringiz barakasini bersin. Bir qator sizlarni bu guruch markazidagi mahsulotlar bilan tanishtiramiz. Ko'rib turganlaringizdek, no'xatdan loviya, ko'cha, bu yog'i endi xalq tilida garoh, perlovka, mosh, shuni buni o'zbekchasi nima bo'lardi? Qo'noq bo'lardi. Guruchlarni 16 xili bor ekan. Guruchlarni 16 xili bor ekan. Eng arzoni qancha edi? 6000. Eng arzoni 6000 va eng qimmati 40000. eng qimmati 40000. Qora qiltiriq degan sorti 40000 ekan. Va bundan tashqari sizni o'sha fukusingizga mos, xohlasangiz oshga, sho'laga yoki boshqa suyuq ovqatlarga narxi arzonroq, qimmatroq, yangisidan, eskisidan siz xohlagan turdagilardan bor. Agar mabodosiga siz qidirgan narsa betda bo'lmaydigan bo'lsa, Shuhrat akam magazinni ochgan yangi tadbirkorlardan qo'llab-quvvatlaymiz bu akamizni. Bu akamizni tanib qolinglar. Bu mashhur, bu akamizni ko'pchilik taniydi. Mana endi va nihoyat bir necha yillar deganda akamiz o'zligini alohida do'konlarini ochdi. Xo'p, ko'rsatgan narsalarimizdan tashqari bu yerda semichka. O'sha hali maqtalgan semichkalardan narxlari hali magazinda 50-60 ming sotishayotgan ekan, bu akamizda 25 ming ekan, yana kelishtirib ham beraverar ekan. Bu yoqda bir necha xil turdagi yog'li guruchlarni yuvishga, mana shu narsalarni ham chetdan kelib olib ketaverar ekansiz. Narxi uncha qimmat emas ekan. Shular narxini qancha qilib beryapsiz? 5000 ko'proq guruch olganlarga bonus qilib ham berishaverar ekan. Bundan tashqari eng zarur narsalar. Ziravorlar. Qanaqa turdagi ziravor kerak bo'lsa, kelasiz, ko'rasiz, tanlaysiz, shu joydan olib ketaverasiz. Bundan tashqari quruq choylar, makaronlar, quruq choylarni ham, makaronlarni ham bir necha xil turdagi variantlari bor. Bundan tashqari hozir qanaqa mavsum boshlandi? Bankka yopish mavsumi. O'shanga ham akamiz ba'zi bir narsalarni olib kelib tayyorgarlikni boshlabdilar. Bundan tashqari bir yangilik. Ertadan boshlab muzli ayron dedingizmi? Muzli ayron bir necha xil navidan olib kelib tayyorlab qo'yishar ekan. Xudo xolasa kunni issig'ida kelib guruch olib, ayronlarni ichib, salqinlanib ketaverar ekansiz. Savdolaringizga Alloh taolo baraka bersin. Savdolar bir xalqimiz ko'rib kelib savdolar qilishyaptimi? Endi bu akamiz xudo xolasa bir foydaga kirib, ishlari rivojlangandan keyin bir chiroyli bonuslar ham qilib beraman deyapti. Hozirgi holatda siz bilan bizni qiladigan ishimiz shu hamyurtimizni boshlagan biznesini imkon boricha qo'llab-quvvatlash. Sog' bo'ling, ishlaringizga Alloh baraka bersin. Klientlarga nima deymiz? Klientlar sog' bo'laversin, kelaversin magazinlarga. Xo'p, manzilini ham aytib o'taylik. Manzil Kaptarxona jome masjididan o'sha joyda qurgan bor, hamma biladi. Avval tarafga qarab yurganingizda 300 metr masofa va lokatsiyalarni ham joylab qo'yamiz. Lokatsiya orqali ham kelinaveradi. Bu esa telefon raqamlar bemalol aloqaga chiqilaveradi.